Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Bizni kuzatib borayotgan barchalarga xayrli kun. Do'stlar, shu noldan uy qurilish uyimiz boshlandi. Xudo xolasa tagi qismidan, betonidan boshlab yoritib boramiz sizlarga. Sizlarga foydali, manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Do'stlar, bu yerda hozir mana ikki xona oldida 5 metrligi bor. Mana bu o'rtadagi koridori, narigi oxirida mehmonxona. 6,5 metrli mehmonxona. Mana bu ikkovi 5 metrdan. Tagini o'ydik, xudo xolasa. Yumshoq ekan yer, ekilgan yer ekan, shuning uchun tagini o'yib, taglar qismini ham beton qilib chiqamiz. Bu yerda hozir narigi tomonda qo'shnini devori, bu yonida bu uyda devori bordi. Uni buzib olib tashladikda. O'rniga qilyapmiz. Hozir betonimiz balandligi o'rtacha 63, mana bu yer 63, 70, 75 joylari ham bor. Eng